Abiler izledin, çaknıgan izzet nuri, bütkeni sıkın idin, hak İslam'ın tübuli. Baş ekmez kafirga, şiddet bilen atselir, Hemze Halit Museb'tek, şir yürek oğlanları. Huzeyfe İbni Yamani. Huzeyfe'nin sözlük işinanlar. Abdullah İbni Mesud'ның sizlerge okup bergini boyuca oqoңlar. Hadis şerif. Xalısaң muhacir bol, xalısaң ensari bol. Bu ikisinden xalığını tanla. Bu sözni Peygamber aleyhisselam Mekke'de Huzeyfe bilen tuncu uçraşqanda degeydi. Onunğa yuqorqi iki xil tanlashning qaysin tanlash ixtiyorligining berilishida mundaq bir hikoya bor. Onun dadısı Mekkelik Abusi qabilasidan bo'lgan Yaman ismli kishi edi. U kishilarning orasida bir qon qarzga bo'g'ilib qilib, Mekkedan Madinaga ketishga majburlangan edi. U Madinaga berib, Abdul Ash'al jamoati bilan chiqishib qilib, keyin ularga kuyov bo'ldi. Uning Huzeyfe ismli bir o'g'li tug'ildi. Vaqtning o'tishi bilan Yamanining Mekkega kirishiga bo'lgan to'salg'i tugaydi. Shuning bilan u Mekke bilan Madina oraliqida berib kelib yuradigan bo'ldi. Lekin u Madinada ko'proq turadi. Islom dini Arab yarim oralini o'z nuri bilan yo'ritishga boshlaganda, Madinadan Payg'ambar alayhisolamning qishig'i kelib, islomni qabul qilgan Abusi qabilasidagi 11 odamning ichida Yamanimi bor edi. Bu uchrashuv Payg'ambar alayhisolam Madinaga hijrat qilishdan burun bo'lgan edi. Bu sebeplerden Huzeyfe asli Mekkelik, üsp etilishi Madinalik hisoblanadi. U bir musulmon oilasida üsp etildi. Allohning diniga xili burun kirgan musulmon ota-onasining himoyasida tarbiyalandi. U mu Payg'ambar alayhisolam bilan uchrashishdan burun islomni qabul qildi. Uning butun vujudini Payg'ambar alayhisolam bilan uchrashish ishtiyoqi chulg'ib olgan edi. U islomga kirgan kundan boshlab Payg'ambar alayhisolamning sifatlari to'g'risida to'xtamay savol so'raydi. U oxiri Payg'ambar alayhisolam bilan uchrashish uchun Makkaga safar qildi. U Payg'ambar alayhisolam bilan ko'rishganda uningdan: "Ey Allohning payg'ambari, men muhojirmi yoki ansariymi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhisolam: "Xohlasang muhojir bo'l, xohlasang ansariy bo'l" dedi. U darhalla: "Ey Allohning payg'ambari, balki men ansari" dedi. Payg'ambar alayhisolam Madinaga kelganda, u Payg'ambar alayhisolamga beshi bilan yurib tugudak xizmat qildi. U Badrdan boshqa barliq jangga qatnashdi. Uning Badrga qatnasha olmasligida mundaq bir sabab bor edi. Uni o'zi mundaq bayon qildi: "Men dadam bilan Madina sirtida edik. Qurayshliklar bizni tutib olib, bizning nega mang'anligimizni so'radi. Biz Madinaga deb javob berdik. Sizlar Muhammadning yoniga mangdinglarmi deb so'radi ular. Biz faqat Madinani ko'zlab ketib boramiz dedik. Undaqda sizlar Muhammadga yordam qilmaslikqa, uning bayroq ostida jang qilmaslikqa va'da beringlar dedi. Biz va'da bergandan keyin ondan ular bizni qo'yibdi. Biz Madinaga kelib, bo'lgan ahvolni Payg'ambar alayhisolamga xabar qildik. Payg'ambar alayhisolam: "Biz qilgan va'damizga vafo qilamiz. Allohdan ularga qarshi yordam tilaymiz" dedi. Uhud jangi kuni u dadisi Yamani bilan urushga qatnashdi. Urushdan u sog'-salomat qaytdi. Biroq dadisi shahid bo'ldi. Lekin u mushriklar tarafidan emas, balki musulmonlar tarafidan bo'lgan edi. Asli voqelik mundaq bo'lgan. Uhud kuni Payg'ambar alayhisolam Yamani bilan Sabit ibn Qaysni ayollar va bolalar bilan birga qal'ada qoldirgan edi. Chunki u ikkisi yashnab qolgan kishilar edi. Urush avjiga chiqqanda Yamani sabdishiga: "Hey, biz yana nimani saqlab o'ltiramiz? Alloh bilan qasamki, har ikkimizning umrimiz oz qoldi.
qilishlarimizni ilib payg'ambar alayhissalomga qo'shilmamdiq. Balkim Alloh bizga shahidlik ato qilar, dedi. Ular qilishlarni yalang'ochlab urush sepiga qaytildi. Sabitni Alloh mushriklarning qilichi bilan shahid bo'lish sharafiga ega qildi. Lekin Yamani bo'lsa musulmonlarning orqa-orqadan urgan qilichi ostida yiqildi. Musulmonlar Yamanini tunamagan edi. Bu chaqda Huzayfa dadam deginicha to'labla qoldi. Hech kim uning ovoziga quloq solmagan edi. Dadisi yiqilganda Huzayfa ularga Alloh sizlarni mag'firat qilsin. U rahim qilguvchilarning eng kattasi degandan ortiq so'z qilmadi. Payg'ambar alayhissalom uningga dadasining to'lan pulini bermoqchi bo'lganda, u dadam shahidlikni talab qilgan edi. Orzusiga yetdi. Ey Alloh, guvoh bo'lgin. Men dadamning to'lan pulini musulmonlarga sadiq qilib etdim, dedi. Bu sabab bilan uning payg'ambar alayhissalomning nazaridagi martabasi texim o'sdi. Payg'ambar alayhissalom uning xarakterida mushkul ishlarni hal qilishda tadbirlik, har qanday ishga qarta inkosi tez va itoatchan, hech kim bilolmaydigan darajada sir saqlay oladigan 3 xil xislatning borligini bayqadi. Sahobalarning ortiqchiligini dal joyida joriy qildirish, ulardagi yushrin iqtidordan muvofiq foydalanish payg'ambar alayhissalomning siyosati edi. U har qanday odamni iqtidoriga qarta vazifaga qo'yatdi. Madinada musulmonlar duch kelgan eng cho'ng to'salg'u Yahudi munofiqlari va ularning ergashuvchilarining mavjudligi edi. Ular payg'ambar alayhissalom va uning sahobalariga yushrin suiqasd planlaydi. Payg'ambar alayhissalom Huzayfaga munofiqlarning ismligini oshkorladi. Bu sahobalarning hech biri bilmaydigan maxfiyatlik edi. Payg'ambar alayhissalom islom dinini va musulmonlarni munofiqlarning suiqasdlaridan saqlash uchun uningga bu munofiqlarning sharakatlariga ko'z quloq bo'lish, ularni kuzatish vazifasini topshirdi. Shundan keyin u payg'ambar alayhissalomning maxfiyatlarini bildigan kishi deb atiladigan bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom xatiri cho'ng, nihoyatda bek hushyorlikni talab qiladigan bu ishda aqlli Huzayfaning ortiqchiligidan foydalangan edi. Xandak urushida yuz bergan mundaq bir voqelik buningga yaxshi bir misol bo'la oladi. Xandak urushi mezgilida mushriklar musulmonlarni nihoyatda qattiq muosirga olgan edi. Buning bilan musulmonlarga qiyinchilik ko'paydi. Yerib charchash chekiga yetdi. Ko'zlar taldi. Kishilar nihoyatda bek titichilik ichida qoldi. Iymoni susroq bir qism musulmonlar hatto Alloh to'g'risida g'ayri gumonlarda bo'lishga boshladi. Bu chaqda mushriklar va ular bilan ittifoqdosh qo'shinning ahvolimi musulmonlarnikidan yaxshi emas edi. Mushriklarning kuchini ojizlashtirish, irodalarini tavritish uchun ularga qattiq bo'ron avatish orqali Alloh o'zining ularga bo'lgan g'azabini ifodaladi. Bo'ron ularning chedirlarini o'rib, qozonlarini dumkumtirib, o'tlarini o'chirib, eg'iz burunlarini tosh to'piq toshqizdi. Urush prinsipida avval bel qo'yayotgan taraf mag'lub bo'lgan hisoblanadi. Urushning oxirgi natijasi belgilanadigan mushundaq halqiliq paytda qarshi tarafning ahvolidan xabardor bo'lish intayin muhim edi. Dal mush chaqda payg'ambar alayhissalomning Huzayfaning iqtidoriga ojiz tushdi. Payg'ambar alayhissalom oxirgi qaror chiqarilishdan ilgari Huzayfani qorong'uda dushmanlarning orasiga avatmoqchi bo'ldi. Bu qo'rqinchli va xatarlik safarning amaliy jarayonini u mundaq tasvirlaydi. Ashu bo'ronliq sovuq kechida biz musulmonlar qo'shini saf tuzishib o'ltirishga edik. Bani Qurayza yahudiylari bizning tuvan tarafimizda edi. Biz ularning ayollarimiz va bolalarimizga ziyon silishidan ansiraydik. Bundan burun bugungi kechaga o'xshash qattiq bo'ron ham bu kechaga o'xshash zulmatlik qorong'u bo'lib boqmagan edi. Bo'ron xuddi guldirmomidek qattiq ovozda guykirsa, qorong'ulikning zulmatida 5 barmoqimizni so'zsaq ko'rilmaydik. Munofiqlar uylarimiz o'chib qolgan edi. Dushman hujum qilib qolmasin deb ruxsat so'rashga boshladi. Amaliyotda ularning uylari o'chiq emas edi. Payg'ambar alayhissalom ularga ruxsat beraverdi. Hatto biz
300dek odam qoldik. Bu chaqda payg'ambar alayhissalom yenimizdan o'tib ketib etib, mening yonimga keldi. Mening ustimda ayolimning tizimdan oshmaydigan paranjisidan boshqa sovuqdan dal bo'lgudek yepinjam yo'q edi. U mendan "Sen kim?" deb so'radi. "Men Huzayfa" deb javob berdim. "Huzayfamisan?" dedi Allohning elchisi. "Shundoq" deb ochliq va sovuqning azobidan o'rnimdan turmayla javob berdim. Payg'ambar alayhissalom "Dushman tarafda bir xabar bor ekan. Sen berib iniq uqib kelgan" dedi. Men mengish uchun o'rnimdan turdim. Payg'ambar alayhissalom "Ey Alloh, uning oldi keyni, o'ng va so'l tarafini saqlagan" deb duo qildi. Alloh bilan qasamki, payg'ambar alayhissalomning duosi oxirlashmayla mendagi qo'rqinch va to'nglash alomatlari g'oyib bo'ldi. Amaliyotda kishilar orasida eng to'nglig'oqi va qo'rqinchoqi men edim. Men keynimga burilganimda payg'ambar alayhissalom "Sen toki qaytib kelguningga qadar dushman orasida biror chatoq terib qo'yma." Men ma'qullik bildirib qorong'uda yo'limga ravon bo'ldim. Men dushman sepiga berib, xuddi ularning odamidek bo'lib oldim. Ardın uzoq o'tmay Abu Sufyan ko'pchilikka "Ey Quraysh guruhi, men sizlarga bir so'zni qilmoqchi. Lekin men bu so'zdan Muhammadga yetib qolmaslik uchun har biringlar yininglardagilarga qaranglar" dedi. Har bir kishi yendagi kishining kimligini surishtirishga boshladi. Menmu shu hamon yonimda o'tirgan mushrikning qo'lini tutib, "Sen kim?" dedim. U "Men palonning o'g'li paloni" deb javob berdi. Surishtirish oxirlashganda Abu Sufyan gapini boshlab mundoq dedi: "Alloh bilan qasamki, sizlar jafo chekdinglar. Ot uloqlarimiz halok bo'ldi. Bani Qurayza bo'lsa bizdan yuz o'rdi. Biz yana bu bo'ronga uchirdik. Sizlar yo'lga chiqinglar, menmi chiqaman" dedi-da, to'g'isi ustiga minib, uni birni urib, o'rnidan turg'izdi. Navoda meni Allohning elchisi biror ish termaslikqa ogohlantirmagan bo'lsa, men uni bir tal o'q bilanla to'g'isidan mulla qatqizgan bo'latdim. Men qaytib kelib, payg'ambar alayhissalomni ayolning paranjisi ustida namoz o'qiyotganligini ko'rdim. U meni ko'rib, o'ziga yaqin kelishga chaqirib, meni paranjining bir burjigida o'ltirg'izdi. Men bo'lgan ahvollardan xabar berganimda, Allohning elchisi xo'shaliqidan Allohga hamd sano o'qidi. Huzayfa munofiqlarning sirini hayotining oxirigacha oshkorlamasdan o'tib ketdi. Allohning elchisining xalifalari o'z ishlarida Huzayfaga tayinlatdi. Hatto Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu musulmonlardan birarsi o'lsa, Huzayfa jinoza namoziga keldimi deb so'raydi-da, kelganligidan xabar topsa, kelib u musulmonning namozini tushiradi. Agar kelmaganligini anglasa, o'lguchidan gumonlanib, uning jinoza namozini tushirmaydi. Bir qitim xalifa Umar Huzayfadan "Mening qo'l ostimda biror munofiq bormi?" deb so'radi. Huzayfa "Biri bor" dedi. "Undaqda uni men ko'rsatib qo'y" dedi Umar radhiyallohu anhu. Huzayfa "Yo'q, undaq qilolmayman" dedi. Huzayfa mundaq deydi: "Ardın uzoq o'tmay, Umar xuddi uningga biri xabar bergandekla dal hiliq odamni ishdan bo'shatdi. Huzayfaning musulmonlar uchun Nahavanda, Daynura, Hamzona, Rayya shaharlarini ishg'ol qilganligini va musulmonlar Allohning kitobi ustida bo'linib ketishga oz qolganda, ularni bir Qur'onga yig'ishga sabab bo'lganligini bilmaydiganlar nihoyat oz bo'lsa kerak. Uning hayoti shunchalik ko'p yaxshiliklar bilan o'tganiga qaramay, Huzayfa Allohdan bek qo'rqadiganlardan edi. U hayotining oxirgi daqiqalarida sakratda yotganda sahobalar uning qishig'iga kirishdi. U ulardan "Hozir qaysi vaqt?" deb so'radi. Sahobalar "Tong etishga oz qoldi" deganda u "Meni do'zaxga ilib boradigan subihidan Allohga sig'inib panoh tilayman" dedi. Ondan "Menga kepalik ilib keldinglarmi?" deb so'radi. "Ha, keldik"
dedi sahobalar. Kepanlikimni esil narsalardan qilmanglar. Agar menga Allohning dargohida yaxshilik bo'lsa, Alloh menga buningdan yaxshisini almashtirib berdi. Agar undaq bo'lmasa, u mendan tortib olindi, dedi. Ondan u: "Ey Alloh, sen mening boylikni emas, kambag'allikni, azizlanishdan bekrak xorliqni, yashashdan bekrak o'limni xohlaydiganligimni obdan bilasan", dedi. U oxirgi tiniqlarida: "O'lim go'yo o'zim istagan do'st. Shunga buningga qayg'urishning hojati yo'q", deginicha ko'z yumdi. Alloh Huzayfaga rahmat qilsin. U kishilar orasidagi misli yo'q esil ulgi edi. Alloh bizni Huzayfaga o'xshash musulmonlarning manfaati uchun xizmat qiladigan tadbirlik, ulgulik musulmonlardan qilsin. Amin. Allah uchun faqat Rabbning rizasi dildagi armonlari Ketti Ömer Osman Nahdi qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari